Oshqozon operatsiyasi kimlarga umuman tavsiya qilinmaydi? Fitlezilarim, diqqat bilan quloq solib olinglar, eshitib olinglar. Qandli diabet, ya'ni diabetni ikkinchi turida, ya'ni o'ta katta vaznlarda shifokorlar tavsiyasiga ko'ra tekshiruvlardan so'ng qilish mumkin, lekin hali tug'ish yoshida bo'lganlarga, shunchaki hoy-havas uchun tez ozaman deyotganlarga, homiladorlik demak planida bor yoki homilador bo'lganlarga, vitaminalizatsiya qilish sharoiti yo'qlarga, chunki operatsiyadan so'ng judayam katta vitamin tanqisligi bo'ladi, organizmda defitsit bo'ladi, A vitaminoz yuzaga keladi, B12, temir, sochlar to'kilib ketadi, terilar osilib, xullas kalom organizm inqirozga yuz tutadi. Demak, sizni sharoitingiz yo'qmi? Parhez qilishga, vitaminlarni qilishga qildirmang, tavsiya qilmayman.